Assalomu alaykum aziz kanalimiz kuzatuvchilari. Hikoyani boshlashimizdan avval kanalga like va podpiska bosib qo'yamiz. Undan boshladik. Oxirgi yozuv. Bu videoni topgan bo'lsang, iltimos oxirigacha ko'r. Agar men bilan nima bo'lganini bilmoqchi bo'lsang va agar hali kech bilmagan bo'lsa, hammasi 3 kunda boshlandi. Men oddiy studentman. Eski narsalarni tiklashni yaxshi ko'raman. Ayniqsa tashlab ketilgan joylarni. Bir kuni do'stim bilan eski qarovsiz uyga kirib bordik. Shahar chekkasida odamlar kam yuradigan joy edi. Uy juda eski, eshiklari chirigan, oynalari siniq. Ichkariga kirganimizda g'alati hid keladi. Xuddi uzoq vaqt hech kim yashamagandek. Do'stim tez zerikdi. Bu yerda hech narsa yo'q, ketamiz dedi. Lekin men qolmoqchi edim. Bir oz qarayman, sen bora qol dedi. U chiqib ketdi. Men esa telefonimni yopib video yozishni boshladim. Birinchi video 18:42. Xonalarni asta aylanib chiqyapman. Hammasi chang, devorlarda eski rasmlar. Bir xonada to'xtadim. Devorda bitta surat bor edi. Unda bir bola va uning yonida turgan odam. Lekin odamning yuzi chizib tashlangan. Shunchaki qoralangan. G'alati dedim kameraga. Shu paytda yuqori ovoz keldi. Qadam tovushi. Men to'xtab qoldim. U yerda yana kimdir bormi? Yuragim tez ura boshladi. Sekin zinapoyaga qaradim. 8:47. Chiqyapman. Har qadamda yo'l ochildi. Kamera qaltirayapti. Agar kimdir bo'lsa, hazillashmang dedim. Javob yo'q. Yuqoriga chiqardim. Koridor uzun va qorong'u edi. Oxirida yopiq eshik turardi va u eshik sekin qimirlamayotgandek edi. 3-video 18:49. Eshikka yaqinlashdim. Qo'limni uzatdim. Lekin keyin bilsam, shiftda nimadir bor ekan. Xuddi odam, lekin teskari osilib turgandek. Men o'sha payt buni ko'rmaganman. 4-video 8:50. Eshikni ochdim. Ichkarida kichkina xona. Hech narsa yo'q. Faqat burchakda eski kamera turadi. Men uni oldim. Qiziq edi. Shu payt orqamdan ovoz keldi. Uni joyiga qo'y. Orqaga o'girildim. Hech kim yo'q. Lekin nafas ovozi bor edi. Men kamerani uyga olib keldim. Katta xato qildim. 5-video 22:13. Kamerani yoqdim. Ichida eski yozuv bor edi. Videoda men o'zimni ko'rdim. U gapirdi. Agar buni ko'rayotgan bo'lsang, demak kech bo'ldi. Endi u seni ko'rdi. Men videoni o'chirdim, lekin juda kech edi. 7-video 23:02. U shu yerda dedi. Eshik o'z-o'zidan yopildi. 8-video 23:05. Video yozilib turardi. Eshik ochildi. Ichkariga men kirdim. Lekin ko'zlarim qora edi. Oxirgi video 23:11. U menga qaradi. Endi navbat seniki. Qorong'u bo'lak. Agar sen hozir shu videoni ko'rayotgan bo'lsang, demak kamerani yana yoqqan. Iltimos uni o'chir. Chunki u hozir seni ko'ryapti.